Assalomu alaykum, hurmatli Xo'sh Temirov kanalining ashaddiy obunachilari. Xudo xolasa mana bugun ko'rishlaringiz mumkin 2025-yil 13-maydagi mana bu ko'rishlaringiz mumkin orqamizda mana ko'rinib turibdi mana mobilniy konstruksiya narxlari bilan xudo xolasa qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Mobilniy konstruksiya bular, ya'ni siz nima maqsadda foydalanishingiz mumkin? Ofis prodaja, sartaroshxona, fast food, shaurmaxona, magazin, ko'pgina maqsadlarda, ya'ni dam olish uchun, masalan sizni dam olish joyingiz bor, o'shanaqa joylarga qo'yib, ya'ni kapsulalar juda ham ko'p maqsadda foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. Xudo xolasa mana rasmlarda ko'rishlaringiz mumkin. Hozirgi kunda bu yerda ikki xil turdagi mobilniy konstruksiyalarimiz mavjud. Bittasi karkasdan, ikkinchisi esa katta konteynerdan bo'ladigan mobilniy konstruksiyalarimiz mavjud. Xudo xolasa hozir o'shalarni narxlari hamda qanaqa materiallar ishlatilyapti, sifati haqida batafsil ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, bilasizlarki, biz hamisha o'zimizga nimani ravo ko'rgan bo'lsak, sizlarga albatta shuni ravo ko'ramiz. Sifatli va 20 yildan beri mana shu sohada ishlayotgan akalarimizni xudo xolasa qo'ldan kelgancha video qilamiz. Bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlaymiz. Qani ketdik. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu, ya'ni biz boya video boshida aytib o'tganimdek, bizda hozirgi kunda ikki xil turdagi mobilniy konstruksiya nimalarimiz bor. O'shalardan mana birinchisi karkasniy mobilniy konstruksiya hisoblanadi. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Yaqinroq olib kelamiz. Mana pastki qismlari, shevler qismlari juda ham yaxshi, mustahkam, baquvvat temirlardan foydalanilgan. Svarka qismlariga ham e'tibor beramiz. Juda ham chiroyli qilib svarka qilingan. Mana bu hali yarim tayyor bo'lgan karkasdan bo'lgan mobilniy konstruksiya nimamiz. Magazin sifatida endi ofislarda mana ko'rishlaringiz mumkin, rom qismlariga mana Alutex kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan romlarimiz qo'llanilgan. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Eng qizig'i, katta joylar uchun, mana bu katta kvadratli joylar uchun bu yerda qalin oynadan foydalaniladi. Qalin oynadan. Bu yerda esa mana kichkina mana bu eshik, fortichka, deraza qismlari uchun ikki qavatli oynalardan foydalaniladi. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Hozir ichkarida bu karkasniy mobilniy konstruksiyamizni ichkarida tayyor bo'lgan holatlari ham bor. Bu yerda mana ko'rishlaringiz mumkin. Yuqori qismlari alkabond bo'ladi. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bu katta, siz xohlagan turdagi, razmerdagi mobilniy konstruksiya. Ya'ni siz nima maqsadda foydalanmoqchi bo'lsangiz, albatta ekranlarda yozilgan nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz, bemalol batafsil ma'lumot olishlaringiz mumkin. Endi hozir mana shu birinchi nimamizdagi mobilniy konstruksiyamiz, ya'ni karkasning tayyor holati ham ichkarida bor. O'shani ko'rsatib o'tamiz. Ketdik. Ketdimi? Mana hurmatli obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Boya ko'rsatib o'tganimdek, karkasniy mobilniy konstruksiyamiz mana tayyor holatga kelgan, faqat oldi oynalari qo'yilishi kerak. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Rangi seri bo'lgan, ya'ni bu yerda mana sevinch panellarimiz mana ton atrofiga qo'yilgan. Hali bu material haqida ham ma'lumot beramiz. Video davomida albatta kuzatib borishlaringiz mumkin. Mana endi bu ichki qismini ko'rsataylik. Mana pol qismi lelonim bo'lgan, mana pol qismi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Albatta bu ham klientni xohish istagiga ko'ra. Kimdir pol lelonim xohlaydi, kimdir laminat xohlaydi, kimdir esa pasti topli pol bo'lsin deydi. Albatta hamma narsasi mavjud. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Taq qismiga mana juda ham suvga bardoshli, chidamli bo'lgan abes nimalarimiz qo'yilgan. Yog'ochlarimiz. Endi ichkari qismini ko'rsatamiz. Mana bu patolog qismiga e'tibor beramiz. Patolog qismi mana hozirgi kundagi ko'p savdo markazlarida, zamonaviy ofislarda hozirgi kunda juda ham trendga chiqayotgan grilyato mana patolog qismlari bo'lgan. Albatta sizga agar mana shunday patolog qismi kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta aloqaga chiqib, menga mana shunaqa kerak desangiz, albatta mana shu hozirgi kundagi trendda bo'lgan grilyato patologlarni ham o'rnatib berishadi. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Polni hamma joy elektr tizimi bilan moslashtirilgan, hamma rozetkalar, krechatellar. Albatta mana bu yerda mana fortichka qismlari ham qoldirib ketilgan. Endi albatta bu pashti tayyor mahsulotimiz, ya'ni faqat oldiga mana ko'rsangiz mumkin qalin oynalar qo'yiladi. Boya qayta aytib o'tganimdek qalin oynalar. Bu tarafda mana ko'rishlaringiz mumkin o'zlarini akva sexlari, ya'ni hamma narsa o'zlaridan chiqadi. Akva sexlari mana bu yerda orqada ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu hozirgi Alutex
romlari albatta mana shu yerda o'z tayyor bo'ladi. Endi hurmatli obunachilar, ikkinchi nimamiz, ya'ni konteynerlardan tayyor bo'ladigan mobilniy konstruksiyalarimizni qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Bitta layklarni bosamiz, ketdik unda. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Bu ya'ni ikkita o'sha mahsulotimizga, ikki xil mahsulotimizga ham mana shu sandwich panellaridan foydalanadi. Ya'ni karkasniy mobilniy konstruksiyaga ham mana bu nimadan, konteynerdan yasaladigan mobilniy konstruksiyalarga ham mana shu sandwich panellarimizdan foydalaniladi. Sandwich panellarimizning ustunlik taraflari albatta mana ichini ko'rishlaringiz mumkin. Bu ya'ni issiqga chidamli hamda sovuqga chidamli, ya'ni issiq kunda xonani temperaturasi salqin bo'lishini ta'minlab beradi, sovuq kunda esa issiq bo'lishini ta'minlab beradi. Bu yoqda mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bu tarafimizda konteynerlardan, ya'ni barcha biladi, konteynerlardan qilinadigan mobilniy konstruksiyalarimiz mana bu yoqda mavjud. Mana bu tarafda ham ko'rishlaringiz mumkin. Konteyner deganda endi konteyner shuni olib kelinadi, faqat konteynerda mana faqat eng kerakli qismlari qoladi. Ya'ni karkas qismlari qoladi. Qolgan atrofidagi nimalar olib tashlanadi. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana o'zi hozir bular kraska qilingan tayyor. Endi yonboshidan sandwich panellar qo'yiladi. Albatta mana bu holatga keladi mana. Bu yoqda bitta ko'rsatib o'ting operator. Mana bu holatga keladi. Mana bu yoqdagisi mana ko'rishingiz mumkin, kraskalangan tayyor. Ya'ni bu yerda har bitta ishga alohida e'tibor bilan yondashiladi. Bu yoqda mana ko'rsatib o'taylik. Mana bu polni bitta konteynerda o'ziga, ya'ni zakaz tushilgan o'sha konteynerdan mana ko'rishlaringiz mumkin. Sandwich panellarimiz mana ovoz yo'q mana. Menga yaxshi eshitilyapti. Shuma izolyatsiya nimasi ham juda ham yuqori. Mana konteynerimiz o'zi, agar ko'pchilik biladi, konteynerimiz o'zida mana pol qismi bo'ladi. Yana o'shanda ham boya ko'rsatib o'tdik. Karkas nimalarimizda ham, mobilniy konstruksiyalarimizda ham tagiga ABS nimalari qo'yilgan, nima suvga chidamli bo'lgan materiallardan pol qismiga foydalanadi. Albatta buni ham ustidan qo'yiladi, hurmatli obunachilar. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bu ya'ni ikki xonali bitta polni konteynerdan tashkil topgan. Mana yana qaytarib o'taman. Hamma narsasi juda ham ajoyib holatga kelyapti. Endi hammasi bosma-bosqich bo'ladi. O'shaning uchun bu yoqda mana romlari qo'yilgan tayyor. Ya'ni uy sifatida ham, magazin sifatida, ofis prodaja hammasida foydalanishingiz mumkin albatta. Mana bu tarafda ham xuddi shunday. Ya'ni mana shuni sizga qanaqa razmer kerak, qanaqa holatda bo'lish kerak, albatta ekranlarda yozilgan nomerga aloqaga chiqib ma'lumot olishlaringiz mumkin. Xuddi mana shu konteyner nimadagi mobilniy konstruksiyamizni mana bu yoqda tayyor holati bor. Xudo xolasa o'shani hozir qo'ldan kelgancha video qilamiz. Ketdik. Mana hurmatli obunachilar, mana shu ya'ni ikkinchi bizda hozirgi kunda ikki xil mahsulotimiz bor deganimiz. Ikkinchisi ya'ni bu konteynerdan yasaladigan mobilniy konstruksiyalarimizni mana tayyor holatdagisi mana ko'rishlaringiz mumkin. Hamma narsaga e'tibor bilan yondashilgan. Mana yuqorida qismi mana, ya'ni eshikdan kirgan vaqtingiz yomg'ir yoki qor yog'sa, sizga xalaqit bermasligi uchun mana zamoq qismlari, eshik qismlari, mana eshiklarimiz temir. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Ichkarilari MDF qilingan. Mana kirib kelishimiz bilan bizda ya'ni bu konstruksiyamizni banya qismi, ya'ni dushovoy qismi mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunday dush, mana bu yerda chiroyli qilib dushlar qo'yilgan mana. Bu yerda mana rakvina, bu yerda unitaz, hattoki mana suv isitish tizimi, ya'ni vodonagrevatel mana boilerlargacha qo'yilgan. Mana hamma narsasi tortilgan suvlar, ya'ni santexnika ishlari ham hammasi qilingan. Agarda sizga mana shunday dush kerak emas, menga kabina, dushovoy kabina desalaringiz, albatta dushovoy kabina ham o'rnatib berishadi. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Yuqorida mana vechkalar ham qo'yilgan, ya'ni bu elektronniy nimada vechkalar qo'yilgan, ya'ni bu yer parlanib ketmasligi uchun, havosi almashish uchun vechkalargacha qo'yilgan. Mana eshiklarimiz qo'yilgan mana. Bu yerda mana birinchi xonamizga kiramiz mana. Kirib borish eshiklari qo'yilgan, ikkita mana oq lampochkalardan qo'yilgan. Bu tarafi mana sandwich panellar mana. Mana shu mana ovoz sandwich panellar. Bu tamom bu devor qismimiz hamda patolog qismi hurmatli obunachilar MDF materialdan bo'lgan mana. MDF materialdan bo'lgan. Pol qismimiz linoleum qo'yilgan. Yana qaytarib o'taman.
Agarda sizga lilonim ma'qul bo'lsa, lilonim, laminat bo'lsa, laminat, tepli pol bo'lsa, tepli pol. Hamma narsaga albatta aloqaga chiqib ma'lumot olishlaringiz mumkin. Mana bu yerda mana ikkita razvedka qoldirilgan. Bu yuqoridagimiz esa albatta bu xonaga agarda konditsioner qo'ymoqchi bo'lsangiz, albatta mana konditsioner uchun ham qo'yib ketilgan. Ya'ni polni hamma joy montaj bo'lgan. Montajlari tayyor, hech qanaqa montajdan qolish. Mana svitlar, ключатlar, o'chirish, yoqish, rozetka, hamma narsasi bor. Ikkinchi xonamizga kiramiz. Ikkinchi xonamiz ham xuddi shunday, hurmatli obunachilar, sandwich panel hamda patolog qismi bilan bo'lingan joyga bu yerda MDF materialdan foydalangan. Bu yerda ham mana ko'rishlaringiz mumkin. U xona qanday bo'lsa, bu xonaga ham xuddi shunday, ya'ni ikkita konditsioner qo'yish uchun mana joylar qoldirilgan, tokka olish uchun. Mana bu narsa nima deb ko'pchilik o'ylashi mumkin. Bu narsamiz agarda siz konditsioner qo'ymoqchi bo'lsangiz, albatta tashqari tarafdan qo'yiladi bu narsa. O'shaning uchun bu devorga qotirilib, bu konditsionerning tashqaridagi motorini ushlab turadigan mana ikkitadan 4 ta temirimiz bo'ladi. Ya'ni agarda sizga konditsioner kerak bo'lsa, o'zlari ham o'rnatib berishadi. Agar yo'q, o'zim keyinchalik o'sha narsani qilmoqchiman desalaringiz, albatta mana даже temirlargacha qo'yilgan. Ya'ni tashqari tarafdagi motori qo'yiladi. Hurmatli obunachilar, undan tashqari hozirgi kunda juda ham nimaga trendga chiqayotgan Xitoy kapsulalari bor. Agar bu haqida ma'lumot bilmasangiz, mana shu yerlarda rasmini qo'yib o'tamiz. Xitoy kapsulalari. Ya'ni bu nima? Xitoy kapsulalari albatta sizda dam olish joyi bordir, masalan yoki qanaqadir kurortning zonangiz bordir. O'shanaqa joylarga qo'yish uchun juda ham bir chiroyli ko'rinishdagi mobilniy konstruksiya hisoblanadi. Albatta o'zi bu yerda ham ana shu narsa o'zi boshlangan, o'sha Xitoy kapsulalarini ishlab chiqarish boshlangan, ya'ni o'zimizda. Ya'ni bu sizga anchagina arzon hamda qulay tushadi. Yo'qdan Xitoyga qaraganda narxlari 20-15% ga arzon bo'ladi o'zimizda. Yana dastavka xizmatidan siz yutasiz. Ya'ni Xitoydan to O'zbekistonga kelguncha ham baribir kichkina pul bo'lmaydi. 3000-4000 dollar dastavkasi uchun olishi mumkin. O'shaning uchun aloqaga chiqamiz. Mana shunday Xitoy kapsulalari uchun, ya'ni mobilniy konstruksiyalar uchun ham albatta o'sha zakazlar olingan. Xudo xolasa tayyor bo'lgandan keyin albatta kelib uni ham chiroyli qilib video qilib ko'rsatamiz. Xudo xolasa bu yog'ini bizdan uzoqlashmagan holatda. Mana bu yerda hurmatli obunachilar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda ключатель, ya'ni tokka ulaydigan, o'chiradigan nimalariga ham mana bu ko'rishlaringiz mumkin. Xohlasangiz ketishingizda polni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi, qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Bulargacha alohida e'tibor berilgan. Endi esa hozir ko'pchilikda savol paydo bo'lishi mumkin. Mana bu rakvinalar qo'yilibdi, tualet qo'yilibdi, dushovoy qo'yilgan. Buni suvlar qayerdan chiqib ketadi yoki biz suvga qayerdan olaymiz degan savol bo'lishi mumkin. O'shaning uchun keling. Mana bu yerda mana nimasini ko'rsatamiz, orqa qismini ko'rsatamiz mana. Bu yerda ham mana sandwich panellarimiz turibdi mana. Bemalol ko'rsatib o'ting mana. Mana bu yerda mana. Yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman. Mana bu kichkina kranimiz suv, ichkariga suv ketadigan polni. Bu ikkalasi mana kanalizatsiya uchun qo'yilgan. Ya'ni sizda baribir buni qo'ygandan keyin septik bo'lsa, septikka shu yerdan ulab qo'yasiz. Tamom. Mana bemalol olib borib shuni o'rnatasiz. Mana yuqorida mana glavniy avtomatlar qo'yilgan, tok 220 volt tok, shuni olib kelib shuni o'rnatasiz. Tamom, bo'ldi. Ключатlar qo'shasiz, все. Boshqa hech qanday ortiqcha xarajatsiz, ortiqcha muammolarsiz bemalol o'rnatishlaringiz mumkin. Agarda siz bundan nima maqsadda foydalanmoqchi bo'lsangiz, masalan, sartaroshxona bo'ladimi yoki fast foodga bo'ladimi, ofis prodaja bo'ladimi, dam olish, ya'ni kurortning zonalari uchun bo'ladimi, albatta hammasi tayyor. Mana shunday kran oladi, shuni olib borib qo'yadi, bo'ldi, все. Hozir biror nima quraman desangiz, uni betonini qo'y, g'ishini ter, ancha vaqt. Mana sizga tayyor mahsulot. Xohlagan vaqtda, xohlagan joyingizga olib borib qo'ysangiz bo'ladi. Sandwich panellarni aytdim, mana hammasi hozirgi kundagi zamon talabi deydi, o'shanda sandwich panellar bilan qoplangan. Hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha mana video bilan tanishtirib o'tishga harakat qildik. Ekranlarda yozilgan nomerlarga albatta kimda kim mana shunday xizmatlar, mobilniy konstruksiyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, tashlab qo'yasiz degan umiddaman. Xudo xolasa bundan ham yaxshi videolar chiqarishda davom etamiz. Fikrlarni kommentariyada yozib qoldiring. Sog' bo'ling, omon bo'ling, hamisha Allohga omonat bo'ling.